Xalqaro ahamiyatli magistral yo'lda oq matoga o'ralgan sharpalar yurganligi bo'yicha tahririyatimizga video murojaat kelib tushgan. Videoda aytilishicha, sharpalar ushbu hududdan o'tuvchi avtomobillarning yo'lini to'sib, o'ziga chorlovchi qiliq qilayotganligi aytiladi. Barchaga qiziq bo'lgan bu sirli mavjudotning kimligini bilish maqsadida kerakli mutaxassislar yordamida joyiga borib o'rganishlar olib bordik. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Men sharpalarni ushlaydigan mutaxassisman-da, 40 yildan beri ishlayman aka. Lekin olib bitta sharpa ko'rganim yo'q. Mana hurmatli haydovchilarga aytmoqchiman, yo'lga chiqmasdan oldin bir yaxshilab uxlab olish kerak. Endi charchagandan keyin ko'zga sharpa bo'lib ko'rinadi, bug'doylar arpa bo'lib ko'rinadi degandek-da endi. Nasib bo'lsa, shu kecha sharpalarni ushlashga va'da beraman, lekin men tushunmayapman, u kunduzgina ham yuradimi? Keyin menga buni mana qarmoq berib qo'ygan, keyin rul berib qo'ygan. Lekin bu bilan ushlab bo'lmaydi. Nasib bo'lsa, lekin ushlayman. Yo'l to'sarlar deb atalayotgan ushbu mavjudotlarni ushlash bo'yicha tegishli tadbirlar tashkil etildi. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida Qo'shtirnoq ichidagi sharpalar issiq izida fosh etildi. Aniqlanishicha, sharpalar aslida adashib qolgan fuqarolar bo'lib chiqdi. Aka, meni aybim yo'q. O'zi kecha kechqurun o'zi yo'lga chiqdik. Yo'lda ketayotib ballonimiz yorilib qoldi. Shunga uy uzoqroq edi. Ukamga telefon qildimda, "Ukajon, ballon olib kel" desam, "Bu tentak gaz ballon ko'tarib kelibdi-da." Keyin kechqurun sovuq bo'ldi ozgina. Mashinada bir oq mato bor edi. Shu oq matoga shunday yopinib yursak, odamlarning ko'pchiligi sharpa deb o'ylabdi. Aslida boyagi shopirlar yo'lga chiqayotgan paytda uxlab dam olib chiqsa, ko'zga sharpa ko'rmaydi. Shuning uchun uzr hammadan, agar qo'rqitgan bo'lsam. Avtomobil haydovchilarining tinchligini buzib yurgan yo'l to'sar fuqarolarga nisbatan tegishli tartibda tushuntirish ishlari olib borildi. Yo'lchiboy Sharpayev, Anton Prizrikov .tv uchun maxsus tayyorlandi.